Ramazan 2 eventimizni iftorligi Ramazan event. Ramazan eventga ketyapmiz. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz mana xudo xolasa Ramazan 2 eventimizni boshlab oldik. Salkam 100 kishidan oshiq jamoa bilan. Qalay bo'lgan o'tgan yili? Zo'r bo'lgan. Undan keyin yana Sarichilikga bordik. Ko'lto'rga bordik. O'zi mana Qorako'yga ketamiz. Qorako'yga birinchi marta xudo xolisa. Hech kim gamash kiymabdi, shuni muhokamasi bo'ldi hozir. Asal kelishdik, kiyaylik deb va oxiri qaror qildik kiymashga. Qani ko'ramiz, sovlab qo'yamiz. Andijon ham o'zi ikkinchi uy bo'lib qoldi. Rovni 1 yil oldin birinchi marta Laglanga bordim. U ham eventdan boshlangan. Har doim gid bo'lib chiqqandim, endi bugun turist sifatida ketyapmiz. Endi ular Just Tripda doim zo'r bo'lgan, bu safargisi ham boshqacha o'tadi degan umiddamiz. Xudo xolasa kasal bo'lmasdan borib kelish niyatidamiz. Ketyapmiz. Qorako'yga. Sabab Iftorligi Men birinchi professionallarni ko'rsataman, lekin kech bo'lsa ham yetib keldi albatta. Endi bolalar bilan yig'ilib o'sha yo'lga chiqamiz. Bugun mana Just Trip bilan Just Trip oilasi bilan birga sayohatga chiqib ketyapmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat va albatta barcha negativlarni shu yerda qoldirib, maksimal pozitiv bilan yo'lga borishga nasib qilsin, doim ko'rishamiz. O'rtoqlar, mana sayohatga ketyapmiz. Sayohatga mehmonlar. Xo'p, o'rtoqlar, hozir biz Qorako'yga Ramazan eventga iftorlikka ketyapmiz. Just Trip jamoasi bilan. Ramazon eventining ikkinchi qismi bu. Birinchisida o'tgan yili borganmiz. Ko'pchilik bizdan so'rashadi, imенно qaysi event bilan, qaysi trip bilan chiqasizlar ko'proq deydi. Biz faqatgina Just Tripni tanlaymiz, chunki ham komfort, ham o'zi keldimi? Hamma taraflama prosta 10 dan 10 ball qo'yamiz. 1 2 3 Just Trip zo'r. Mana bugun biz Just Trip bilan turist bo'lib chiqyapmiz. Akalar, mana ikkinchi marta bu eventga kelishimiz. To'g'risini aytsam, mana o'sha globusga keldik. O'sha sezilib turibdi, kачество, odamlarning fikri hamma pozitiv, hamma sistemlashtirilgan, gidlarga gap yo'q ekan. Lekin operatorlar ham zo'r ekan. Yomon chiqdi. Aka. Shunaqa gaplar, xullas eng zo'r kadrlarni qilyapmiz. Aynan globusda, undan tashqari endi Qorako'yga borib, undan ham zo'rlarni qilamiz. Bugun biz Just Trip tur firmasi bilan Ramazan eventga ketyapmiz. To'g'risi juda ham xursandman. O'tgan yili bora olmadim, lekin videolarni ko'rdim, juda ham yoqdi. Tak что videolarni kutinglar, juda ham zo'r bo'ladi. Eng zo'r tur firma har doimgidek men uchun Just Trip. Kelinglar, endi bir jamoamiz aktiv bo'lishligi uchun, networking bo'lishligi uchun bir tanishuv qilib olsak. Sababi nimaga? Bu yerda aksariyat holatda bir-birini taniganlar bor, lekin tanimaganlar ham bor. Sababi nimaga? Tanimaganlar bir-biri bilan tanishib, do'stlashib ketishiga mana shu tanishtiruv programmasi sabab bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz bir-birimizni tanimaymiz, поэтому sizlar bilan bitta qiziq o'yin o'ynaymiz. Har bir odam o'zi haqida 3 ta fakt aytish kerak. No, boshqa odam masalan aytgan faktni keyingi odam aytish kerak emas. Что-то новое o'ylab topish kerak. Ismim Otabek, yoshim 25 va 24 ekan. Adashib ketib qoldim. Xo'p, bekarchilik bilan shug'ullanamiz. Farog'atdan bilan nima chiqib turaman? Turlarga, tadbirda. O'tgan safar ham chiqqanman. Men ismim Muhammad Ali, men asosiy yigitman va bu yerda men ishlar ekan. Kanal bu ham asosiy yigit. O'zingizni tanishtiring, davay. Assalomu alaykum hammaga. Gid bo'lib ishlashdan tashqari men psixologika universitetida o'qiyman, также работаю mobilografом. Ismim Asilbek, 26 yosh. Trener mental arifmetikadan MKIda. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Sevara. Men ham brand faceman, ham qurilish kompaniyada menejer bo'lib ishlayman. Ishim juda ko'p, soham ham juda ko'p. O'zi aslida hunar jihatidan targetologman. Mabodo yordam kerak bo'lsa, aloqa aytishinglar bo'ladi. Ekologiya vazirligi turizm qo'mitasida ishlayman. Bosh mutaxassis bo'lib.
Undan tashqari ichki turizmda O'zbekiston bo'yicha sayohatlar tashkillashtirish bilan shug'ullanaman. Asosan palatkali kemping sayohatlar, haykinglar. Rahmat. Майки. Всем привет. Muhammad Qodirman. Kurtoz majburlashib beryapti yana. Assalomu alaykum. Yoshim 25 da. Shahroxonlikman. Instagramda kichkina kanalchalarimiz bor, shuni yurgizamiz. Andijonda degan loyihamiz bor. Shuni yurgizamiz. Shahrixon info degan loyihamiz bor. Unda 170 mingmi auditoriyamiz bor. Andijonda degan loyihamiz bor. Sherigi Muhammadjon bilan yurgizamiz. Unda 180 ming auditoriya bor. Reklamachilar turamiz. Bizda Koreyadan alohida mehmonimiz bor, o'sha qiz bilan mana. Всем привет. Я не кореянка, во-первых, и... men koreyanka emasman, men o'zbekchaman. Anjalima. Shu Andijon viloyatidanman. Yoshlar siyosatida yuraman. O'zim xonandaman. Undan tashqari Brand Face, model, o'zim xalqaro laureatman. Hozircha shu uylanmaganman, hali yoshman. Safoxon nomi bilan mashhur Akmalxon. Akmal Turkiyaga borgan. Men ismim Akmalxon, o'zim mobilografman asosan va turk kinolarida o'ynaganman. Ismim Rayona. 18 yoshdaman. Instagramda mobilograf sohasida yurgizaman. Bu yerda ismingiz esimdan chiqib qolsa, Sevara opasi. Ismim Gazala, yoshim 22 da. Rus tili fanidan dars beraman, o'qituvchiman. Hop. Ismim Ruxshona, 19 yoshdaman. Hozirda o'qiyman. Iqtisodiyot moliya bo'yicha. Saida adashmasam? Saida. Men ham Brand Face bo'lib ishlayman. Undan tashqari bitta proyektda ismim mutaxassisam bo'lib yurgizaman. Assalomu alaykum, men ismim Husan. Men video studiyani asoschisiman. 10 yildan beri почти shu sohadamiz. Keyin uy qurilishi bilan ham shug'ullanib turamiz. MKI maktabini oldiga uy quryapmiz va Korzinkani oldiga ham uy qurganmiz. 2-3 ta Golden Heaven degan qurilish kompaniyani shu asoschilaridanmiz. Rahmat. Endi akalarimiz, assalomu alaykum. Men ismim Akbar va Singapurskiy institutda o'qiyman. Men ismim Samandar, Singapurskiyda o'qiyman. Mana nima deydi? Sen qanday Singapurskiyda o'qiysan? Kursdoshmiz. Ismim Barchinoy. Yaqinda rebranding qildik. Andijonlik qizga o'zgartirdik. Yana bitta kanalimiz bor, Andijondamiz degan. Shu kanalda asoschilaridan bittasiman. Undan tashqari Farg'ona davlat universitetida magistraturada o'qiyman. Andijon davlat pedagogika institutida o'qituvchi bo'lib ishlayman. Jinayat Mishtorez, montajyorman, motion designer, diktor и там все. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Abdumtalib. Andijonda videograf bo'lib ishlayman anchadan beri. Undan oldin SMM bo'yicha o'qib kelganman. Sohada yuribmiz endi. Non topaylik deb. Hozir Just Tripda videograf. Bioni bilan ishlaganman. Voy, yo'q, 10 qarang. Asoschilar ham bor. Oshchop ketdi. Bu turimizda plus menimcha tur tarixidagi eng uzun ismli odam Muhammad Qutlug'murodbek bilan hozir mana gaplashamiz. Bu aytgandek, men ismim shunaqa 23 ta harf Muhammad Qutlug'murodbek. Bitta ishxonada ishlaymiz, o'quv markazida menejer bo'lib ishlayman, branch menejer bo'lib. Sen akamiz. Aka? Assalom. Aka, bitta o'zingizni tanishtirib oling, aka. Просто o'zingiz haqingizda. Abdulloh Yestrine kamerasi.
Biz hozir komandani bu 3 dan 1 qismi, 3 dan 2 qismi pastda qoldi. Lekin biz narvani yo'l yurib chiqdik. Muhsinjonovga ishonaman. Shu narva montaj qilib beradi, shu yo'lni tizib beradi. AIda bo'lsa ham. Yo'q. Atmosfera вообще zo'r, pogoda ham rosa yaxshi. Ozgina qor yog'yapti, no ko'rinmayapti, наверное, kamerada. Mana. Vid zo'r, четкий просто, вообще. Hop biz o'zimiz komanda bilan mana tepaga chiqdik. Qolganlar tepaga chiqib tushib ketishib oldi. Endi biz chiqdik, hozir ancha qiynaldik. Lekin vash hamma zo'r. Atmosfera просто udar. Komanda bilan maza qilib yuribmiz. Bu sayohat esda qolarli bo'ladi degan bittamiz. Men tipa endi shkaf bo'lganda hamma narsasini ko'tarib yuribman. Menda sumkamda power bank, bunda boshqa narsalar hamma menda. Просто bomba. Koreyschaga aytganda arimdabda. Davay bratlar, hammaga rahmat. Xudo xolasa keyingi kadrlarda ko'rasizlar. Artur Morgan уже shu yerda. Hop, keyingi missiya qayer? Keyingi missiya tog' orqasida okela ko'rmasdan yana bitta fonka yoqib, fonka takoyga ketar ekan, butun-butunga. Necha ot kuchi bor unda? 0.7 ta ot kuchi, chunki o'zi bir edi. Asosiy chiqqanda hozir уже baksekin bo'shyapti-da. Necha sekund 100 ga chiqadi, brat? 100 ga bilmadim, 5 ta ishini bittada olib ketadi. Zo'r, brat, omad, charchamang, keyingi ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ko'rishib turganda ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'linglar. Jazz Trip bilan birga chiqinglar. Boshqa turlarni. Bu yerga necha minutda chiqdingiz, qanday chiqdingiz? Bilmadim, где-то 40 minutda chiqdik. Bunaqa uzoq chiqamiz deb o'ylamadik, ikkigan loy ekan. Shunga ham sal sekin bo'lib ketdi. Zo'r, ot minasimi, ot pastga tushib? Qo'rqaman. Nimasidan qo'rqasiz? Deb qo'y, shunchasi minyapti. Yo'q, qo'rqaman. yeter. Mening do'stim, ey mening do'stim, halol yurgan do'stlar niyatiga yeter. Mening do'stlari qochmasin, qochsalar jin do'stlari, do'stim yo'q deb kuyinma, eslama hech urma, ey bemor bo'lsam ham qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha. Billa aytamiz ketdi. Shohimardon soylari, shohimardon soylari, soylarni boqadi ya, soylarni boqadi. Yo'killari har yoqda to'planib boqadi ya, bog'larni boqadi. Sotuvchilardan dazmol, to'quvchilardan gazmol, sotuvchilardan dazmol, to'quvchilardan gazmol. Gazmol archayu barchayu zanjiri anjiri shinni ko'zay g'o'za qo'limda. Yalla bobo yalla, dazmol gazmol archayu barchayu zanjiri anjiri shinni ko'zay g'o'za qo'limda. Yalla bobo yalla, cho'ponlardan ayron, gulzorlardan ayron. Sochini tarab har yana sho'x qaraydi ya, sho'x qaraydi. Sochini tarab har yana sho'x qaraydi ya, sho'x qaraydi. Tog'ajon tomga qarang, tomingizdan suv tomyapti. Yangajon xamir qorib tandirda olov yoqyapti. Olov yoqyapti. Voy olov yoqyapti. Dardim bilib olaman, ko'rgan sovchini qob yop. Men turib hamsoyangiz qizini boyga sotyapti.
poyga sotyapti. bo'ldi jahon mulkida paydo, besho'g'i parizod. Sizning guli to bo'ldi jahon mulkida paydo, besho'g'i parizod. Soldi yani ishqi boshima kulfati savdo, qilding meni obod. Zulmam nasfadoda mening toza farida, ko'zlari shahdo, qilding meni bir boqishingda husningga shaydo.